Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan kanalni to'g'ri sozlashni o'rgataman bugun sizlarga. Kanalni amerikanskiga qilib pul topadigan qilib sozlashni o'rgataman. Qolganlar pulga qiladi, men buni o'qib turib tekinga o'rgatyapman sizlarga. Shuning uchun kanalga obuna bo'l, videoga like bosib qo'yinglar. Xo'p, boshlaymiz. Men tayyor kanal ochilgan, yaqinda ochilgan kanal. Bitta obunachiniki bu. Obunachimniki. Çünkü yurmabdi videosi, sababi kanalni xatochi. Mana 2 kun oldin qo'ygan videosi atigi 5 marta ko'rilgan, bitta dona like. Hop, men sizlarga buni to'g'rilashni o'rgataman. Kamida kuniga 10 minglab prosmotr olishi yo'llarini o'rgataman. Hop, bizda mana bu yerda настройка degan joy bor. Настройкani bosamiz. Polni sozlashni o'rgataman. Ikkinchisiga o'tamiz. Mana birinchi bo'lib mana shu sozlash kerak. Birinchi bo'lib mana bu raznesini ikkinchisida turganini kirib, mana bundan net talab qo'yinglar. Agar buni mana bu birinchisi yoki oxirgisini talab qo'yadigan bo'lsanglar, sizlarning videoyingiz YouTube to'lamaydi. YouTube Kids'ga o'tib ketib qoladi. Shuning uchun mana shu ikkinchisi qilib qo'yasizlar. Va bu yerda nomerlaringizni tasdiqlab qo'yasizlar. Mana 90-91 lik Beeline nomer. Xo'p, keyin mana bu yoqqa pul normal pul to'lash uchun mana shu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari. Agar inglizcha bo'ladigan bo'lsa, sizlarniki Amerika Qo'shma Shtatlari birinchida turadi. Agar ruscha bo'ladigan bo'lsa, shtat Amerikani tanlaysizlar. Va bu yoqqa ключевое слово. Ключевое слово degani sizlarning videolarni mana shunaqa slovalar o'zingiz ключевой so'z yozish kerak. Ключевой so'zni qayerdan olishni men sizlarga o'rgataman. Xo'p, uning uchun biz o'zimizning bitta akkauntimizga, ya'ni ChatGPTga kirib olamiz. Agar kimga CapCut Pro kerak bo'lsa, bemalol tekinga tashlab beraman, fayl qilib, Telegram kanalimga o'tsanglar, fayl turgan bo'ladi. Telegram kanalim, YouTube kanalim silkasida bo'ladi. Xo'p, ChatGPTga so'raymiz. Misol yozamiz. Roblox yo'nalishi bo'yicha 30 ta hashtaglar yozib ber. Bundoq qilamizda, bu belgi kerak emas. Orasida virgul bo'lsin yozib virgul bo'lsin eng qiladigan bo'lsak, inglizchada mana bizga hashtag bizga ma'mul hashtag bilan yozish kerak emas, mana xuddi shunaqa yozish kerak. Buni kopировать qilamiz va kanalga kirib kopировать qilgan narsamizni tashlaymiz. Mana hammasi tayyor turadi. Keyin biz mana bu yerda activity degani bor. Activity dasturini qilamiz va bu yoqqa ham mana bu yoqqa ham boyagini tashlaymiz. Va mana yoqqa o'tib yo'nalishimizni tanlab qo'yamiz. Qanaqa yo'nalishdamiz? Agar bu yerda sizlarning yo'nalishingiz bo'lsa, tanlashingiz shart emas. Va bu yerda sahrangi tugmasini bosasizlar va bo'ldi. Kanal настройка qilindi. Endi yana bir marta video joylasanglar, prosmotr uchib ketadi. Keyingi videoda men yosh bolalar kids yo'nalishi bo'yicha, masalan, mana shunaqa video yasashni o'rgataman. Bu video hozir juda ham trendda. Shu o'rgataman. Shu videoda 10 ta like qilsak, keyingi video shu yo'nalish bo'yicha bo'ladi. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.